22 bab. Davud uyadın qichib, Adullam şəhərinin yenidiki g'arga panoqlandi. Uning akilari va ota jamoatidagilar buning anglab shu yerga yetib keldi. Shuning bilan billa beshig'i kun tushgan, qarzga bo'g'ilgan, norozi bo'lib yurgan kishilar uning yeniga yig'ilishdi. Shunda qilib Davud ularga yo'lboshchi bo'lib qoldi. Uningga agashganlar 400 cha kishi edi. Davud uyadin Moab zeminidagi Misbaq degan shaharga kelib, Moab podshoyiga Xudoning menga nima qilmoqchi bo'lganligini bilib olguncha, ota-onamning bu yerga kelib turishiga ruxsat qilsizlar, deb iltijo qildi. Shunda qilib u ota-onasini Moab podshoyining huzuriga elib keldi. O'zi tog'dagi panohlanadigan g'orda yo'shirinib yurgan mezgilda ota-onasi u yerda turdi. G'od payg'ambar Davudga tog'dagi g'orda yurmay, Yahuda zeminiga borg'in dedi. Ondan Davud u yerdan ketib, Harat o'rmonligiga bordi. Saul Gibaq teg'ining to'pishidagi bir yulg'un darxining ostida qo'liga naysini tutgan holda o'ltiratdi. Amaldorlari bo'lsa, uning atrofida turishatdi. Davud va uning odamlarining tepilganligi haqidagi xabar uningga yetib keldi. Saul atrofidagilarga: "Hey, Benyamin qabilasidagilar, gapimga quloq selinglar. Yahuda qabilasidan bo'lgan Yishoyning o'g'li Davud sizlarga uzumzorlik va itizlarni berarmidi? Sizlarni qo'shinlarining sarkardisi qilarmidi? Sizlar menga qarshi til biriktiryapsizlar. Aranglardan hech kim menga o'g'lim Yonatanning Yishoyning o'g'li bilan ahd qilganligini aytmadi. Mening holimdan xabar olmadi. Hech qanday odam menga o'z o'g'limning kushkurtishi bilan Davudning menga hujum qilishni kutayotganligini aytmadi", dedi. Shu chaqda Saulning amaldorlari orasida turgan idomliq Doeg uningga: "Men Yishoyning o'g'li Davudning Nobdagi Ahitubning o'g'li ruhoniy Ahimelekning yeniga kelganligini ko'rdim. Ahimelek Davud haqida Parvardigorga iltijo qilib, uningga taom va Filistiyalik Golyatning qilichini berdi", dedi. Saul podsho ruhoniy Ahimelekni va uning oti jamoatining hammasini, ya'ni Nobdagi ruhoniylarni chaqirtdi. Ularning hammasi podshoning huzuriga keldi. "Hey, Ahitubning o'g'li, gapimga quloq sol", dedi Saul. "Mana men xo'jam", deb javob berdi Ahimelek. "Sen nemishqa Yishoyning o'g'li bilan birga menga qarshi til biriktirding? Sen nemishqa uningga non bilan qilich berib, uning uchun Parvardigorga iltijo qilding? Mana endi u menga qarshi chiqib, hujum qilishni kutib yotmoqda", dedi Saul uningga. Ahimelek Saulga javob berib, mundaq dedi: "O'zlarining amaldorlari ichida Davuddan sodiq kim bor? U sizlarning kuyovlari ham o'rdadagi Yasovullar atritining boshlig'i. Shundaqla o'zlarining odamlari ichidagi hurmatga sazovar bir kishidir. To'g'ri, men Davud haqida Parvardigorga iltijo qildim. Oliylari, bu mening birinchi qitim iltijo qilishim emas. Davudning yomon niyatidan hech xabarim yo'q. Bu ishda meni yoki ota jamoatimni ayblamasizlar. Ey Ahimelek, sen va ota jamoatingning hammasi o'limga mahkumsizlar", dedi podsho va atrofidagi yasovullarga mundaq deb buyurdi: "Parvardigorning ruhoniylarini o'ltiringlar. Ular Davud taraf tutgan ham Davudning qechib ketganligini bilib turib, menga aytmagan." Saulning yasovullari bo'lsa, Parvardigorning ruhoniylarini o'ltirishdan boshlatdi. Bu chaqda podsho Doegga: "Sen berib ruhoniylarni o'ltir", deb buyurdi. Shu kuni idomliq Doeg ruhoniylik tonini kiygan 85 ruhoniyni o'zi yolg'iz o'ltirdi. Buningdan boshqa Saul podsho
ruhaniylar şəhəri Noptiki ayal, balı jaqa, əmçəkdiki buaqtın toki kalı eşək, qoylağıcı boğan həmmisini qilish bilan qırğızdı. Ahitubning o'g'li Ahimelekning o'g'illaridan Abiyatar qechib Davudning qishig'i keldi. U Saul podshoning Parvardigorning ruhoniylarini o'ltirganligini Davudga deb berdi. Davud Abiyatarga u kuni İdomliq Doyekning u yerda ekanligini ko'rib, uning Saulga cho'qim xabar qildiganligini bilgan edim. Ata cəmiyyətindəki hər bir canının ölümüge mən səbəbçi boldum. Əmdi sən yenimdə qal. Qorxma. Mening cinimni almaqçı bolğanla senin ciningni mu alıdı. Sən mening yenimda aman isen tursan, dedi.